Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Taksi chaqiruvdingizmi opa? Chaqiruvdim. Yo'lda chiqavering. Yukim og'ir edi, yuklashib yuboring. Xudoga shukr. Yo bismillah. Allohim. Opa, orqaga o'tib olasizmi? Bu yerda ichi noqulay bo'ladi-da. Qachondan beri shopirlar ayollar oldiga o'tirg'izdirmayapti? Endi opa, odamning erkagiga o'zga ayollar nomahram bo'lgandan beri. Meni tijoratga qo'ymang iltimos. Opa, sizdan 30 ming bo'ldi. Hozir. Bo'ldi. Hozir qaytaman, ha? Mana qaytaman. Qaytim shart emas, sizda qolaversin. Menga birovni puli kerak emas. Tepaga yuklarimni olib chiqishib borasiz. Ha, pulni olib qo'yaver, men shunda ham olib chiqishib boraman. Endi ayolni yarim yo'lda tashlab ketmassiz. Tushunarli. Kelavering. Uyda bitta o'zim issiq kofe ichib ketasiz. Yo, pirim, ha. Kelavering. Siz olib kirib turavering, men kofe damlab turaman. Yo, Allohim. Kim u? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Va alaykum assalom. Sog'laringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Bezovta qilmadimmi aka? Yo'q. Bitta iltimosim bor edi. Nima xizmat? Qo'shningiz o'zi bir kishi turar ekan, bitta ayol ekan. Shunga meni yukni kirib joylab chiqsam, shunga qarab tursangiz, ichi hijolatchilik bo'lyapti. Yo'q, mayli. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'shni bu yerda nima qilyapsiz? Shokir akamiz. Ha, aytgancha, bularni men chaqirdim, opa. Yolg'iz o'zingiz turar ekansiz, o'zingizni oldingizga kirgan hijolat bo'ldim, shuning uchun chaqirgan edim. Mayli, ishim bitdi, salomat bo'ling, opa. Aka, sog' bo'lasiz-a? Xo'p, yaxshi dam oylar.